Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugungi video darsligimiz buyraklar, ularni ishlash faoliyati va ularni sog'lom ushlab turish haqida bo'ladi. Demak, buyraklar bizada juft a'zo bo'lib, asosan vazifasi siydik haydash vazifasini bajaradi. Ya'ni tanamizdagi ortiqcha zararli moddalarni olib chiqib, filtrlab turib, siydik bilan birga tashqariga chiqarib yuborish vazifasini bajaradi. Ya'ni tanamizda biza ovqat yeganimizda ovqat mahsulotlari parchalanadi hujayra ichida va oxirgi parchalanishidan natijasida paydo bo'lgan zararli moddalar bu mochevina kreatinin deyiladi. Mochevina kreatinin tuzlarni suv bilan birga, tanamizdagi ortiqcha suv bilan birga tashqariga chiqarib yuborish vazifasini bajarib turadi. Agarda bizada buyraklar ishlamaydigan bo'lsa, 2-3 kun ichida tanamizdagi mochevina kreatinin miqdori oshib ketadi va shuni hisobiga tanamiz mochevina kreatinin, ya'ni zararli tuzlardan zaharlanishga sababchi bo'ladi. Bora-bora boshqa a'zolarni ham ishi buziladi. Ichaklarni ishi, jigarni ishi, yurakni ishi, miyani ishi, butun tanamizni ishi buzilishiga sababchi bo'ladi, agarda buyraklar o'z vazifasini to'g'ri bajara olmasa. Demak, tanamizdagi eng muhim a'zo. Xo'p, buyraklar qurib qolishi, ya'ni ishlamay qolishi bu ko'p kuzatiladigan kasalliklardan bittasi bo'lib, bu buyrak yetishmovchiligi deyiladi. Ba'zi bir bemorlarda qisman bo'ladi bu narsa, ya'ni butunlay qurib qolmaydi, faoliyati sekinlashadi. Ba'zi bir bemorlarda butunlay qurib qoladi buyrak. Buni turli xil sabablar turli xil sabablar va turli xil kasalliklar keltirib chiqaradi. Ko'pincha bu sabablarning ichida eng ko'p uchraydigani bu buyrak tosh kasalliklari. Ya'ni buyraklarimizga tosh yig'iladi va yig'ilgan toshlar siydik yo'llarini bekitib qo'yish oqibatida siydik chiqolmay qoladi. Buyraklar ishlab chiqaradi siydik va ishlab chiqargan siydik qovuqqa tusholmay qolishi oqibatida gidronefroz kasalligi kelib chiqadi. Bu bora-bora buyraklarni qurib qolishiga sababchi bo'ladi. Demak, bugungi video darsligimizda buyraklarni sog'lom ushlab turish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida qisqacha tushuntirib beraman. Buyraklar sog'lom ishlashi uchun eng birinchi navbatda bu tekin narsa, tekin mahsulot, hech qayerda sotilmaydigan mahsulot oddiy suv, oddiy vodoprovoddan keladigan suv. Demak, kuniga 2,5-3 litr atrofida toza suv ichish buyrak tosh kasalliklarini 40% gacha, buyrak va siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklarini 30% gacha oldini olishga, kamaytirishga yordam beradi. Nimaga? Agarda biza kam suv ichadigan bo'lsak, bizadan buyraklarimizdan kam siydik ajralib chiqadi. Kam siydik ajralib chiqsa, demak siydik tarkibidagi o'sha zararli mochevina, kreatinin kabi tuzlarni konsentratsiyasi baland bo'lib ketadi. Va konsentratsiya baland bo'lib ketishi oqibatida ular kristal holatga o'tib turib cho'kadi. Ya'ni tuzlarga aylanib turib, tuzlar cho'kadi va buyraklarda tuz yig'ilishiga olib keladi. Va bora-bora tuzlar bir-biriga qo'shilishi oqibatida bu toshga aylanadi va buyrak tosh kasalligini, siydik tosh kasalligini keltirib chiqaradi. Agarda biza qancha ko'p suv ichadigan bo'lsak, siydik miqdori bizada shuncha ko'p bo'ladi va siydik tarkibidagi tuzlarning konsentratsiyasi kam bo'ladi. Va konsentratsiyasi kam bo'ladigan bo'lsa tuzlarni, bu cho'kma hosil bo'lishini oldini oladi va buyraklarimizda tosh yig'ilishini oldini oladi. 40% gacha. Bu degani deyarli 2 baravargacha to'g'ri suv ichish orqali tosh kasalliklari va tuzlarni, siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklarini deyarli 2 baravargacha kamaytirishimiz mumkin agar to'g'ri suv ichadigan bo'lsak. Kuniga 2,5, eng kamida 2,5-3 litr toza suv. Agarda yoz fasli bo'ladigan bo'lsa, issiq havoda ko'p yuradigan bo'lsak, ko'p terlaydigan bo'lsak, unda bu suv miqdorini 3,5-4 litrgacha kuniga ko'tarishimiz mumkin. Faqat toza suv ichsak bo'ldi. Qanaqadir gazli suvlar, kola, napitka bo'lishi shart emas, toza oddiy suv. Xo'p, yana buyraklarni sog'lom ushlab turish uchun tabiiy o'tlar, tabiiy giyohlar mavjud. Bu giyohlarning ichida eng yaxshisi va isbotlangani, Ibn Sino bobomiz ham ta'kidlab ketgan, tabobat kitoblarida yozilgan, даже bu o'simlikdan dori ishlab chiqarishda ham foydalaniladigan o'simlik bu qirqbo'g'im o'simligi hisoblanadi. Men buni rasmini qo'yib ketaman hozir, qirqbo'g'im o'simligini. Bu o'simlikning xususiyati siydik ishlab chiqarilishini ko'paytiradi. Buyraklarda tuz paydo bo'lishini oldini oladi va davolaydi. Buyraklarning faoliyatini yaxshilaydi.
Bu o'simlik tog'li hududlarda o'sadigan o'simlik bo'lib, ko'pincha tog'li hududlardagi suvlarni chekkasida, daryolarni chekkasida, ariqlarni chekkasida o'sib yotadi. Oddiy, tekin, hamma joyda bor, hattoki mol ham yemaydigan oddiy o't. Hamma joyda tiqilib yotibdi. O'sha o'tni, demak, poyasi va ildizini quritib turib, maydalab va maydalangan kukunini 1 litrlik bankaga qaynagan suvga choy qoshiq osh qoshiq bilan 4-5 qoshiq solinadi va ustidan 1 litr qaynagan suv solinadi va damlab qo'yiladi. Va damlamani kun davomida maydalab ichib yuriladi. 1 litr bir kunda ichiladi. Demak, qirqbo'g'im o'simligi. Ikkinchisi ikkinchisi bu undan ham qirqbo'g'im o'tidan ham ko'ra topish oson bo'lgan, qishloqlarda hammani uyida o'sadigan, topish umuman oson, tekin, arzon ham deb bo'lmaydi bu narsani, tekin. Bu makkajo'xorini so'tasini popugi. Hammani uyida makkajo'xori bor, qishloqlarda ayniqsa makkajo'xori ekadi va makkajo'xorining so'tasi bo'ladi bilsanglar, hozir rasmni qo'yib qo'yaman va o'shani sochog'i bo'ladi popugi gullagan paytda. O'sha popugini olib turib, makkajo'xori o'sha ekkan paytinglarda yozda olib turib yig'asizlar, quritib qo'yasizlar. Bitta qurigandan keyin selofan paketga solib olib qo'yasizlar, yil bo'yi ishlatsa bo'ladi. Va o'sha qurigan sochig'ini, popugini qo'linglar bilan bir chimdim bankaga solib turib, qurigan orqasini, sochig'ini va ustidan 1 litr qaynagan suv quyasizlar, damlab qo'yasizlar. Va uni ham kun davomida 1 litrni ichib yursanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi buyraklarni tozalovchi, tuzlarni tozalovchi va siydik haydovchi xususiyatga ega bo'lgan o'simlik. Keyingisi bu namatak o'simligini urug'lari. Namatak o'simligi biza bilamiz, ayrim holatlarda odamlar uyini oldiga ham ekib qo'yadi, ba'zi holatlarda tog'larda o'sadi. Topish qiyin emas, shipovnik deyiladi ruschasi. Bu aptekada ham sotiladi, agar topish qiyin bo'ladigan bo'lsa. Shipovnik aptekada ham sotiladi. Uni demak olib turib, 20 ta, 30 ta mevasini 1 litrlik bankaga solasizlar va ustidan qaynagan suv solib qo'yasizlar va damlab qo'yasizlar. Va kun davomida ichib yurasizlar. Mana shu 3 ta o'tdan uchalasidan bittasi. Uchalasini ham ichish shart emas. Yoki uni, yoki buni, yoki buni. Agarda shaharda yashaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu aytayotgan o'sha o'tlarim, bularni hammasi aptekada sotiladi. Unaqa qimmat turmaydi. Qirqbo'g'im ham sotiladi, makkajo'xorini o'sha popugi ham sotiladi va shipovnik ham sotiladi. Demak, sizlarga tavsiya, buyraklarni sog'lom ushlab turish uchun demak, suv miqdorini ko'p ichishimiz kerak. Ko'proq suv ichadigan bo'lsak, toza suv ichadigan bo'lsak, tuzli suv emas, toza suv. Ko'pincha O'zbekistonda endemik zona hisoblanib, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlarida suvni tarkibi qattiq bo'ladi. Qattiq degani suvning tarkibida kalsiy karbonat va kalsiy fosfat tuzlari juda ko'p miqdorda bo'ladi. Bu tuzlar tosh kasalliklari paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha viloyatlarda tosh kasalliklari ko'p. U viloyatda yashaydigan odamlarga tavsiyam, demak, toza suv, filtrlangan suv ichishni tavsiya beraman. Kuniga 2,5-3 litr. Yoz faslida esa 3,5-4 litr.